Aynan COVID infeksiyasi bizada rivojlanib borishi natijasida qon ivish tizimiga ta'sir qildi va qonni quyultirish holatlari vujudga keldi. Aynan tomir devorining ichiga tromblar paydo bo'lishiga olib keldi va o'zidan turli xildagi asoratlarni qoldirdi. Shundan kelib chiqqan holatda ayta olamizki, virusli infeksiyalar ma'lum miqdorda qon ivish tizimiga ta'sir ko'rsatish holatlari kuzatilgan. Bunday holatlarda qon suyultiruvchi dori vositalarini qo'llash masalasi esa avval albatta vrach nazorati va laborator tahlillarni o'tkazgan holatda amalga oshirilishi lozim. Yana jiddiy bir holat mavjud. Bu jigar kasalliklari bilan bog'liq holatdagi qon ivish sistemasiga ta'sir qiluvchi dori vositalarini qo'llash jarayoni. Bunday vaqtda juda ham ehtiyotkorlik bilan antikoagulyantlarni va antiagregantlarni qo'llash masalasi juda ham ehtiyotkorlik bilan vrach nazorati ostida laborator tahlillarni qayta ko'rish orqali hal qilinadi. Chunki biz bu davrda antiagregantlarni qo'llashimiz yoki antikoagulyantlarni nazoratsiz qo'llashimiz salbiy oqibatlarga, qon ketish holatlariga, trombositlarni haddan tashqari tushib ketish holatlariga, turli xildagi asoratlar vujudga kelishiga sabab bo'lishi mumkin.